hozirgi kunda to'pda turgan Lego apolovkani narx-navolarini yoritib o'tamiz. Apolovkalarimiz metri 18 metr, ikkita burchak bilan 19 metr. Ana shu o'qdan 64 dona bo'ladi. Eski apolovkada ham xuddi shu bilan bir xil. Narx-navosi Lego apolovkaning narxi hozirgi kunda 60 liga 10 million 500 ming so'm. Narigi konteynerlisidan bo'lganda narxi 7,5 million so'm. Xullas shunda ustakalar, sizlar aytib ketinglar, qaysi biri qulay? Bu narxiga stoyitmi? Buni lisini qalinligi 208. Narigini lisini qalinligi 22. Lego apolovkalarimiz universal deyiladi. Qanday holatda? Buni to'rala burchakni tiklab turib, kolonna quysa ham bo'laveradi. Metrlari hamma narsasi bir xil. Buni bitta funksiyasi kam, shu kolonna quyib bo'lmaydi. Qolgani yangi bilan bir xil. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib ketasizlar. Pastdan nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol undan tashqari seysmopoyezd apolovkalarimiz bor. 30 lik, 27 lik qo'shimcha mishalka hamma narsamiz bor bizda. Mana yana bitta qo'shimcha konteynerda 3 ga 1 lisidan cho'rlik qalinligi bundan ham apolovkalarimiz bor.